barchag'izga da sizning bilan o'ymoq topshiruvi ham men Malika. Qarag'iz ali kimlar jiyilgan bunda. Ular big jitiz, big tiz. Barliq qatnashchilar da bugun big o'ngan. Aydagiz tekshirib qaraylik, lekin ming'archa bizga ular bilan tanishirga kerak. Sizning komandangizning ismi? O't. Sizning? Sut. O't ham suv. Kim tezroq, kim jitizroq bo'larmikan? Bir necha sekunddan bilirmiz. Birinchi turimizni o't komandasi boshlab jibarga bo'ldi. Men esa qoidalarni anglatam. Men sizg'irg'ach o'yinchi mana bu skemiya bo'yicha o'zarga, mana bu maxsus arkalar ostida o'zarga, tonnel osha o'zarga tesh bo'la. Butunisini o'zib ketgach, ul bir to'pni ola, hamoni tibib mana bu fishkalar tirasinda o'za. Oxiriga qadar borib yetgach, ul to'pni qo'lga oladi, ana tigi karjinga irg'ata. Bu beygi vaqt qablashak. Men sizg'irg'ach boshlaymiz. Ham ketdik. Birinchi o'yinchi yig'ira boshladi. Bir arkasi tishdi. Hozir men uni tuzatib qo'yam. Ayda. Suv komandasi big birshila. Bu arada 27 sekund o'zda ham hozir ul to'pni irg'itashak, ham to'p ilakmadi. To'p ilakdi. Ayda kelmanda ikkinchi o'yinchi boshlay. Ayda yigir. Tag'in shuluq arqatasha birinchi o'yinchining kubuguk. 1 minutda 30 sekund o'zda. Birinchi qatnashchi big birchila. Tezdan 2 minut bo'lashak birinchi komandaning. Ham to'p ilakdi. Ayda bizning yonimizga yigir tezroq. Shulay oqarkini elektira yozdi, lekin elektirmadi. 2,5 minut uzdi. Komanda big birshila. Ham to'p ilakdi. Ayda bizning yonimizga 4-chi o'yinchi yo'lin boshlay. Yarım minut uzdi. Suv komandasida o't komandasina tezroq bo'lirga qo'shsa, ham hozir ularni irg'itashak. Ilakmadi. 4,5 minut bo'ldi. To'p ilakdi. Men vaqtni to'xtatdim. O't komandasi haligi etapni 4 minutda 42 sekund ichida o'zdi. Suvga tezroq bo'lirga kerak. Men sizg'irg'ach boshlaymiz. 1, 2, 3. Vaqt ketdi. Men o't komandasi yonina boram. Suv komandasida kichkina arkalarni elektira boshladi. Ham birinchi o'yinchi endi to'p yonina borib yetdi. 30 sekund bo'ldi. O't komandasi big birchila. Ham hozir o'yinchi to'pni irg'itashak, ilakdi. Ikkinchi o'yinchi boshlay. Tezdan 1 minut to'lib ketar. Ham ikkinchi to'p karjinda. Ayda yonimizga tezroq. Qarag'izali bir arqinida elektirmay. Mana bit nishik jitiz bora. Ham hozir ul to'pni olashak. Ham to'p karjinda 2 minut bo'ldi bu arada. Nindisina 3-chi o'yinchimiz ham so'nggi o'yinchi olg'a ketdi. Ko'rsatmayman haliga.
arka ilakdi. Tag'in bir sutishdi. Ikki yarim minut bo'ldi. Ham u to'pni irg'ita, to'p karjinda. Esigizga tushiram, o't komandasi haligi etapni 4 minutda 42 sekund ishida o'zdi. Endi suv komandasi buni 3 minutda 15 sekundda yasadi. Demak, bu etapda suv komandasi jingdi. Ura! Komanda Viksina, biz ikkinchi etapga ko'chamiz. Birinchi turdan so'ng esa 1-0. Ikkinchi turni suv komandasi boshlaydi. Men qoidalarni anglatam. Boshdan o'yinchi mana bu o'trovlar bo'yicha o'zarga tegish bo'la. So'ngan mana bu tugarak, buranalar o'sha ham ega kirib to'pni olalar. To'pni olgach, o'yinchi fishkalar yoniga kirib, ana tiga karjinga to'pni irg'ita. Qoidalar anglashilgandir deb o'ylayman. Shunga ko'ra men sizg'irg'ach boshlaymiz. 1, 2, 3. Vaqt ketdi. Ham hozir to'pni irg'itashaq. Ikkinchi o'yinchi boshlaydi. Bu arada 30 sekund uzdi endi. Qora g'izali buranalar bo'yicha nindi ustob bora, ham hozir to'pni olar, ham shuloq irg'ita. To'p ilakmadi, ayda yigir tezroq. Uchinchi o'yinchi yigira boshladi. 1 minut uzib da ketdi endi. Hozir u to'pni olib irg'ita, to'p ilakdi, kel 20 da. Qora g'izali nindi siyini, ham so'nggi o'yinchi yigira. 1 minutda 20 sekund bo'ldi endi. Ham so'nggi o'yinchi to'pni oldi-da ilakmadi. Suv komandasi ikkinchi etapni tamomladi. Ularga bu etap uchun 1 minutda 39 sekund kerak bo'ldi. Ularni tabrik etamiz. Hozir startga o't komandasi bora. 1, 2, 3. Vaqt ketdi. Birinchi o'yinchi endi buranalarga qadar borib yetdi. Hozir to'pni ola, ham uni irg'ita. Kel tezroq munda yigir. Ham ikkinchi o'yinchi boshlaydi. 30 sekund bo'ldi. Ikkinchi to'p ilakmadi, ayda 20 da. Uchinchi o'yinchi yigira. 55 sekund, 56, 57 sekund bo'ldi endi. Soqqina bora o'trovlar bo'yicha. To'p ilakdi, ayda 20 da tezroq. Ham 4-chi o'yinchi yigira. Dörtінші o'yinchi to'pni ola, ham hozir ularni irg'itashaq. To'p ilakmadi. Ikkinchi etap uzdi, demak natijalar yasarga vaqt yetdi. Suv komandasi ikkinchi etapni 1 minutda 39 sekund ishida o'zgan edi. Endi o't komandasi buni 2 minutda 12 sekundda ishladi. Demak, ikkinchi turda da suv komandasi jingdi. Hisob 2-0. Biz 3-chi turga ko'chamiz. Ikkinchi turdan so'ng suv komandasi 2-0 hisobi bilan jingib bora. Lekin 3-chi turda butun narsa o'zgara ola. Birinchi bo'lib bu yo'li o't komandasi boshlaydi. Men esa qoidalarni anglatam. Komandalar mana bu sikra turgan to'plarda butun fishkalar tirasida aylanib uzarga tegish bo'la. Men sizg'irg'ach
boshlaymiz. 1, 2, 3. Ikkinchi o'yinchi boshlaydi. 30 sekund bo'ldi. Qirq sekund bo'ldi. Ikkinchi o'yinchi finishga keldi ham. Uchinchi o'yinchi sikra. Bir minut o'zdi ham 4-chi o'yinchi boshlaydi. Ayda. Bir minutda 25 sekund o'zibda ketdi. Ayda tezroq, birozgina qoldi. Ham 20 da tezroq. Men vaqtni to'xtatdim. Esingizga tushiram. 3-turni o't komandasi 1 minutda 39 sekund ishida o'zdi. Suv komandasi tezroq bo'la olarmikan? Hozir tekshirib qararmiz. Men sizg'irg'ach boshlaymiz. Vaqt ketdi. Birinchi o'yinchi aliga soqqina sikra. o'n 15 sekund o'zdi. Hamol finishga keldi. Ayda ikkinchi o'yinchi boshlaydi. O'ttiz sekund o'zdi. Qirq sekundda o'zib ketdi. Ikkinchi o'yinchi finishga yaqinlashdi. Ayda tezroq. Uchinchi o'yinchi bek tez bora 1 minut o'zdi ham so'nggi o'yinchi olg'a ketdi. Ham so'nggi o'yinchi finishga keldi. Men vaqtni to'xtatam. Natijalarni biz bir necha sekunddan so'ng yasarmiz. Ikkinchi turdan so'ng hisob 2-0 edi. Suv yengib boraydi. Uchinchi turda biror narsa o'zgardimi? Uchinchi turda suv komandasi o'z etaplarini 1 minutda 24 sekund ishida o'zgan bo'lsalar, o't komandasi mana 1 minutda 39 sekund ishida o'zdilar. Demak, bu o'yinda suv komandasi yengdi. Ura! Lekin men barliq qatnashchilarni da tabrik etaman, chunki ular borasida bek ulg'an ham jitis edilar. Bizni qunaq etgan uchun Kaleidoskop bolalar bog'chasiga zo'r rahmatimizni bildiramiz. Bugunga esa shular edi. Kelasi uchrashuvlarga qadar sog' bo'linglar.